Hammaga assalomu alaykum. Bugun hech kim kutmagan obzor. Leapmotor C10 va BYD Song Plus Champion avtomobillarini solishtirib ko'ramiz. Qani ketdik. Bularni hozir ko'rayotganlar bular ikkalasi bir-biriga raqobatchi emas-ku deyishi mumkin, lekin biz nimani hisobga oldik? Leapmotor C10 raqobatchisi BYD Song Pro avtomobili yaqindagina o'zi prezentatsiya bo'ldi. Hali yo'llarda, showroomlarda men hali o'zim ko'rmadim. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri BYD Song Plus bilan taqqoslashga qaror qildik. Xo'p, avtomobillar solishtirishni birinchi navbatda dizayndan boshlaymiz. Dizaynni Leapmotor C10 dan boshlaymiz. Nimaga? Bu avtomobil bozorimizga yangi kirib kelgani uchun ko'pchilikga bu qiziqroq deb hisobladim. Xo'p, birinchi navbatda e'tibor qiladigan jihatimiz mana bunaqa aerodinamik va bunaqa teshiklari bor ekan. Bu ishlaydigan. Faralarimizga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizda mana qosh qilib ishlangan, o'rtada mana umumiy bitta chiziq o'tib ketgan. Bu DRL, ya'ni kunduzgi yosh chiroqlari va bitta dona kattagina linza bilan foydalanilgan. Yani Leapmotor C11 da mana shunaqa bitta kamchilik bor edi. Faralarda mana shunaqa linza ishlatilmagan edi. Endi bunga solishtiradigan bo'lsak, bu yoqda bizda BYD avtomobili birinchi navbatda, xo'p, qaraydigan bo'lsa, aerodinamik mana bu yoqda dizayn qilingan, lekin bu ishlamaydigan ekan, teshik emas. Faralarni oladigan bo'lsak, faralar ishlanishi, detalizatsiyasi Leapmotorga nisbatan qimmatroq, bogateroq ko'rinyapti. Sababi ichida ishlatilgan narsalarni ko'rasizlarmi? Ikkitali lupalar ishlatilgan, ichida mana bunaqa yonib turadigan chiroqlari bor ekan. Bu mashinaga ko'proq chiroyliroq vid berib turibdi, ya'ni qimmatroq qilib ko'rsatyapti mashinani faralarini. Buni dizayni ham pluslaridan bittasi mana bunaqa clamshell texnologiyada ishlangan, ya'ni kapot kreloni bir qismini bajargani uchun e'tibor qilgan bo'lsanglar, kapotda liniya yo'q. Kapot bilan kreloni ajratib turadigan явный liniya yo'q. Bu umumiy mashinaning bu xarakterli liniyasiga yedirilib ketgan. Bu mashinada bitta chiziq, umumiy chiziq ajralib bo'rtib turgani uchun bu mashinada sal bu narsa xunukroq ko'rinyapti BYD Songga nisbatan. Orqa tarafiga o'tadigan bo'lsa, Leapmotor C10 avtomobili bo'lak kruglый formalarda ishlangan. Nima deydi, derski emas, bo'lak kruglый. Bunaqa dizaynning o'zini fanatlari, ishqibozlari bor va mana bunaqa dizaynning o'zining ishqibozlari bor. Mana hamma yog'i yirtuq, teshiklar, bir narsalar agressivniy qilingan, lekin bitta narsani aytib o'tish kerak, bu ishlamaydi. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, menga yana bitta Leapmotorda hozir yoqqan jihati, hozir ikkalasini yonma-yon solishtirganda bildim, dvornik ko'rayotgan bo'lsanglar, yo'q. Dvornik matga texnik berkitilgan. Bu injenerniy решениyalar bunda yaxshiroq qilinganini bildiradi. Mana bu yerda ko'rinib, xunuk bo'lib turmaydi, ichkaridan chiqib keladi. Range Roverlarda mana shunaqa tizim ishlatiladi. Bunda mana bunaqa bo'lib tirjayib turibdi o'rtada. Mana shu jihati menga unchalik yoqmadi. Yon tarafiga o'tadigan bo'lsak, bu avtomobilda birinchi ko'zga tashlanadiganlari, eshik ruchkalari yopiq qilingan, bunda ishlaydigan. Ikkalasini plus minusi bor. Buni plusi, bu praktikniyroq, ishlatishga oson, qishda muzlab qolish ehtimoli kam. Buni dizayn tarafdan ustunligi bor, aerodinamika tarafdan. Buni ishlatishni ko'pchilik sal noqulay deyishadi. Noqulay, aslida noqulay emas. Buni mana bu belgilangan joyga bosh barmoqni qo'yib turib, hamda tortish kerak. Bu yechimi biz birinchi navbatda adashmayotgan bo'lsam, Aston Martin avtomobillarida ko'rganmiz. Bu yechim menga yoqadi. Bu avtomobilda dizaynda men bitta kamchilikni sezdim Leapmotorda. Men nimagadir Leapmotor C11 da bu narsani ko'rmagandim. Eshikni ochganingizda parogi birga chiqib kelmayapti. Mana parogi tagida qolib ketyapti. Bu degani, eshikni ochgandan keyin mana parogi shimni kirib qo'yadi. Chunki bu tezda kirib bo'lib ketadigan qismi. Bu narsa BYD da yaxshiroq qilingan. Ochganingizda parogi bilan birga chiqib kelyapti. Mana bu joy doim toza turadi. Chunki parog bekitib turibdi. Sizda shimni yoki ayollar bo'lsa yubkasi kirib bo'lib qolmaydi. Bu tarafdan BYD ning ustunligi bor. Mashinaning ikkalasini ko'rayotgan bo'lsanglar, pashti ishda bir xil turibdi kattaligi, lekin BYD 5 sm uzunroq, Leapmotor bo'lsa 2 sm balandroq va enliroq. Hozir bunda eni sizlarga hozir kamerada unaqa bilinmasligi mumkin, lekin Leapmotor bu yerda sal enliroq. Uzunligida kalta bo'lishiga qaramasdan. Kolyosniy bazasi ham Leapmotorda sal uzunroq ekan. Shuni hisobiga общий proporsiyada mashina bo'lak proporsionalli turibdi. Oldi va orqa overhanglari kichkinaligi hisobidan. Tom qismiga keladigan bo'lsak, BYD faqatgina ustunlik qilyapti bu holatda. Nimaga? Bu BYDda mana bunaqa reylingi bor ekan. Ustiga har xil verniy bagajnik qotirishga, lekin Leapmotorda bunaqa
решение o'ylanmagan ekan. Undan tashqari buni tomida panoramli lyuk, to'g'ri, kattalik jihatdan BYDnikidan katta, lekin ochilmaydi. Bunda ochiladigan lyuk qilingan. Shuning uchun tom qismlari bo'yicha, bu elementlar bo'yicha faqat BYD ustunlik qilyapti bu yoqda. 20 disklar turibdi. Buni bazaviy versiyasida 18 diskga turar ekan. Balonlari Dunlop Sportman balonlari bilan jihozlangan. Bu avtomobilimizda bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsanglar, 19 diska va ikkitasi GT balon bilan jihozlangan. Xo'p, diska balon keladigan bo'lsak, Leapmotor bu yoqda yaqqol ustunlik qilyapti. Nimaga? Chunki diskasi birinchidan meni subyektiv fikrim dizayni bo'yicha chiroyliroq ko'rinyapti. Baloni ham GTga nisbatan Dunlop doim baland turadi. Yuqori darajada hisoblanadi. Aerodinamik tarafdan oladigan bo'lsak, bu avtomobilda diskasi ustunlik qiladi. Sababi, aerodinamika qonun qoidalari bo'yicha diskda qanchalik teshiklari kichkina va kam bo'lsa, shunchalik avtomobilda aerodinamik qarshilik kamroq bo'ladi. Bu avtomobilda menimcha shu aerodinamik qarshilikni tushirish maqsadida ham mana shunaqa diska dizayni o'ylangan. Endi avtomobillarning texnik parametrlariga o'tamiz. Xo'p, ikkala avtomobil ham elektromobil hisoblanadi. Ikkala avtomobilda ham bittadan motor, faqatgina farqi bu avtomobilimizda old g'ildiraklari o'rtasida joylashgan motor va shuning uchun bu old privodda. Bu avtomobilimizdagi motori orqa g'ildiraklar o'rtasida joylashgani uchun bu orqa privod avtomobil hisoblanadi. Xo'p, ot kuchiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizda 230 ot kuchi, bu avtomobilimizda 218 ot kuchi, taxminan 12 ot kuchi farqi bor. Xo'p, lekin aylantirish lahzasi yoki kurtyashi moment xalq tilida aytganda, bu avtomobilimizda 10 taga kamroq, 10 ta newton metrga kamroq. Bunda 320 newton metr, bunda 330 newton metrga teng. Lekin og'irligini oladigan bo'lsak, bu avtomobilimizdan deyarli 100 kilogramga yengil. Bu avtomobilimiz deyarli 2 tonna 100 atrofida, bu avtomobil deyarli 2 tonna atrofida. 100 kilogramcha farqi bor og'irligida. Uzatmalar qutisi ikkalasida ham bitta peredachali uzatmalar qutisi. Nimaga qo'yiladi elektromobil uzatmalar qutisi? Shu yerda aniqlik ketaman. Elektromobil ham oldinga orqaga yurishi kerak. Shuni bajarish uchun bittalik bo'lsa ham uzatmalar qutisi ishlatiladi. Texnik tarafdan shu payt sizlarda savol tug'ilishi mumkin, qaysi bir ustun? Xo'p, orqa privodli avtomobillarning ustunligi oldi upravlaymiz, rul boshqaruv yaxshiroq bo'ladi bunaqa holatda. Nimaga? Chunki oldi g'ildiraklarning vazifasi faqat rulga javob beradi, orqa g'ildiraklar mashinani aylantirishga, kurtyashi momentda boshqarishga javob beradi. Bu avtomobilimizda bo'lsa, oldi g'ildiraklarga ham rul, ham kurtyashi moment ikkalasi birdaniga kelgani uchun bu avtomobilda ozgina yo'lda o'zini ushlash, balans salgina buziladi. Shuni hisobiga agar privod tarafdan oladigan bo'lsak, men bunga ustunlik berardim. Lekin yana bitta tarafini hisobga olish kerak. Qishda, qorli kunlarda, sirpanchiq yo'llarda doimo old privodli mashina ustun keladi. Nimaga? Orqa privodli mashina orqa tarafi o'ynab trayektoriyadan chiqib ketish ehtimoli bor. Endi tormoz tizimini solishtiramiz. Bu ikkala avtomobilda oldida deyarli bir xil ventilyatsiya qilinadigan. Ya'ni ventilyatsiya qanaqa? Mana bu ikkita disk o'rtasi teshiga e'tibor qotgan bo'lsanglar, disklarning orasida turbina effekti hosil bo'lib, mana shu o'rtasida disklarni sovutish amalga oshiriladi. Bu diskimizda ham shunaqa ventilyatsionni diskovoy tormoz. Orqaga kelamiz. Orqasida bu avtomobilimizda orqasi ventilyatsiyali emas, bittalik disk, o'rtasi teshik emas. Bu avtomobilimizda bo'lsa, o'rtasi perforatsiyali ekan. Bu degani, bu avtomobillarda juda ko'p marta intensiv tormoz berish natijasida BYD so'ng avtomobilda orqa tormozlari tezroq qizib ketib, tormozlanish kuchi kamayishiga olib keladi. Bunda ventilyatsiyasi bo'lgani uchun bu bardoshliroq hisoblanadi. Shuning uchun tormoz jihatdan men Leapmotorni ustun ko'raman. Podveskaga keladigan bo'lsak, ikkalasida oldida McPherson, bu standart. McPherson kimda qanaqa ishlashini haydaganda bilamiz, u kalibrovkaga bog'liq. Orqa tarafidan oladigan bo'lsak, ikkalasida ham ko'pirchakli. Endi dinamik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu ikki avtomobilda boya aytib o'tganimdek og'irligida katta farqi bor va ot kuchida. Shuning uchun ham o'zingizlar taxmin qilganinglardek Leapmotor C10 avtomobili 0 dan 100 ga 7,5 sekund deb yozilgan kitobida, bu avtomobilimiz 8,5 sekund deb yozilgan kitobida. Lekin maksimal tezligi nimagadir bu avtomobilimizda ko'proq chiqdi. Bu avtomobilimiz Leapmotor C10 avtomobili 170 km/soat maksimal tezligi yozilgan kitobida, bu avtomobilimizda 175 km/soat yozilgan. Meni taxminim aerodinamika sababidan. Bu avtomobilimiz oldi shu boya aytib o'tgandek pakati qilingan, ingichkaroq qilingan. Bu avtomobilimiz oldi to'rtburchakroq qilingan. Shuni hisobiga balki aerodinamikani hisobiga ham
aynan BYD avtomobilimizni maksimal tezligi baland bo'lishi mumkin. Quvvatlashi xarakteristikasi bo'yicha ikkala avtomobilimizda bir xil ko'rsatkichlar berilgan. 20% dan 80% gacha taxminan bu avtomobilimiz 30 minut deyilgan, bu avtomobilimiz taxminan 28 minut deb belgilangan. Akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizda 70 kilovatli, 69.9 kilovatli akkumulyator, litiy jelezofosfat LFP texnologiyada. Bu avtomobilimizda bo'lsa, xuddi shunaqa LFP, faqat bularning o'zini Blade degan texnologiyasi bor. Uzun mana bunaqa qilichga o'xshagan uzun bir-biriga yaqin qilib terilgan akkumulyator, sal boshqacharoq, lekin tarkibi bir xil. Shunaqa akkumulyator ishlatilgan. Bunda 87 kilovatli akkumulyatordan foydalanilgan. Xo'p, qaysi biri ustun? Bu avtomobilimiz o'zini 70 kilovatli akkumulyator bilan 530 km CLTC sikli bo'yicha kitobida yozilgan. Bu avtomobilimiz CLTC sikli bo'yicha 605 km yuradi deb yozilgan. Aynan Blade batareya texnologiyada batareyani bironta segmenti, bironta qismi agar kuyadigan bo'lsa, agar shikast yeydigan bo'lsa, to'laqonli akkumulyator alishtirishga to'g'ri kelar ekan. Bu avtomobilimizda bo'lsa sal boshqacharoq. Bunda shikastlangan qismini o'zini almashtirsa bo'lar ekan. Xo'p, bu yoqda ishlatilgan materiallar, mana bu tepa qismi qiziq material, qanaqadir plastikka ham eslatadi, lekin ushlaganingizda yumshoq. Lekin nimagadir mana bunaqa kirlanib ketishga menimcha moyil. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, dog'lari bor, buni artgan bilan ketmayapti. Xo'p, pastlarida bu yoqda ishlatilgan yumshoq koj zaminitelь, bu toza koja emas, toza charm emas, koj zaminitelь. Bu yoqda o'sha napa kojadan, bu yoqlari bilan ushlaydigan joylari, pastlari bo'lsa qattiq plastmassa. Endi mashinaning narxidan, segmentidan kelib chiqadigan bo'lsa, bu hol standart. Oyna ko'targichlari e'tibor qotgan bo'lsanglar, dizaynini juda ham chiroyli qilibdi, menga yoqdi. Bunaqa oyna ko'targich dizaynni men birinchi adashmayotgan bo'lsam, Nio avtomobillarida ko'rganman. Ishlashi teskari ishlaydi. Pastga qilsangiz yopiladi, tepaga ko'tarsangiz ochiladi. Teskari qilib ishlangan. Mana eshik ochqichlari ham oddiy traditsion formada qilingan, knopkali emas. Buni okasi Leapmotor C11 ga o'xshab. Endi BYD Song avtomobilining eshik kartlariga keladigan bo'lsak, bunda ham tepasida yumshoq material ishlatilgan. Menda buni material ko'proq yoqdi unga nisbatan, chunki unda o'sha aytib o'tgandek, to'g'ri, qiziq material, lekin kir bo'lib ketish, dog' bo'lib qolish ehtimoli kattaroq ekan. Bunda nisbatan kamroq. Bu menga ko'proq yoqdi. Xo'p, qo'l qo'yadigan joylari, bu yoqlari hammasi yumshoq koj zaminiteldan qilingan. Bu yoqlari bo'lsa o'sha plastmassa va Infinity audio sistemasi o'rnatilgan ekan, logolarni qo'yib qo'ygan. Endi yana bitta men e'tibor qilgan jihatim, bu avtomobilimizda eshigidagi petlялari, eshigini osilib turadigan petlялari bu avtomobilimizda menga ko'proq nima deydi, g'arb avtomobillarini eslatib, mana bunaqa yechim baquvvatroq, yaxshiroq deb hisoblanadi. G'arb avtomobillarida ko'proq kuzatasiz mana shunaqa petlyalarni. Lekin bu avtomobilimizda o'zimizga o'sha tanish bo'lgan, o'zimiz GM avtomobillarida ham ko'p kuzatadiganingiz oddiy ingichka petlyalardan foydalanilgan. Xo'p, bu avtomobilga o'tirib oldik. Birinchi navbatda ergonomikasi. Menga ergonomikasi yoqdi, mashinani o'tirish, o'zimga mana bu sideniyani pasatkasi joylashtirib olishini o'zimga xohlagandek, o'zim ko'nglim to'ladigan darajada mana o'zimga udobstvo qoldim. Pasatkasi yoqdi. Pasatkasi zo'r. Hozir endi BYD Song avtomobillarga o'tirib ko'ramiz, undan keyin aniq solishtirib fikrimni ayta olaman. Xo'p, materiallarni bu yoqda umumiy torpedan oladigan bo'lsangiz, mana bu qismlari koj zaminiteldan qilingan yumshoq. Mana bu joylari plastmassa va mana bu joylari ham koj zaminitel qilingan ekan. Koj zaminitel o'rta konsolgacha o'tib ketyapti. Bu mashinaning segmentida, bu mashinaning klassida bunaqa yechimlar juda ham chiroyli, bu juda ham nima deydi, ko'zni quvontiradi. Havo chiqaradigan teshiklari mana bu torpedaning orasiga bekitilgan ekan. Futuristik vid, ortiqcha taqir-tuqir yo'q, ortiqcha dizaynni buzib qo'yadigan element yo'q. Lekin buni faqat bitta minus tarafi bor, shuni aytib o'tishim kerak. Agar siz o'zingizga havo potogini to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, doim siz menyuga kirib, nimaga bu qotib qoldi? Menyuga kirib, menyudan siz potokni o'zingizga to'g'irlashingizga to'g'ri keladi. Haydab ketayotgan paytingizda menyuga kirib, mana potokni to'g'irlash sal noqulaylik tug'diradi. Agar u fiziki mana bu yerda turgan narsa bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizda na o'shib his qilishingiz mumkin bo'lardi. Mana bu knopkalari sal ishlashi, ovozlari juda ham arzon hissiyotni beryapti. Bundan tashqari, oldimizda bizda hozir asosiy haydovchi uchun kerakli bo'ladigan
ma'lumotlarni chiqazib beradigan tabloyimiz. Men aniq hozir sifrasi esimda yo'q. Taxminan 7 yoki 8 dyumli ekran turibdi mana shu joyda, diagonali. Bu yoqda bo'lsa taxminan 14 dyum, 13-14 dyum atrofidagi displey joylashtirilgan. 15 dan kichkina, men notebookimdan kichkina, taxminan 14 dyumli displey bu yoqda joylashtirilgan, hamma narsaga javob beradi. BYD ga o'xshab bu ekran aylanmaydi. Aylanganini baribir siz foydalanmaysiz. Ko'p holatda shu ko'rsatishi 2.5K deb berilgan kitobida, bu ya'ni Full HD dan 2 barobar zo'r degani. 2.5K juda ham zo'r, tiniq, e'tibor qilgan bo'lsanglar, tasvir juda ham zo'r. Xo'p, bu yoqda bizda mana bunaqa pishalka elementlari xuddi alyuminga o'xshab qilingan ekan, juda ham chiroyli turibdi va bu yoqda bizda Face ID bor. Haydovchini doimo nigohini kuzatib turib, agar charchagan bo'lsangiz, charchading, to'xta deydigan ma'lumotlarni beradigan Face ID. Va Face IDning qo'shimcha imkoniyatlari bor. O'sha haydovchini tanish imkoniyatlari ham bor. Ular endi menimcha bizning bozorimizda ishlamaydi. Demak, o'rtada konsolimizni bizda telefonlarni quvvatlash uchun simsiz quvvatlash, ikkita podstakanik, mashinaning kaliti mana bunaqa karta ko'rinishida ekan. Bundan tashqari buni ostida ham narsa qo'yishimiz uchun qo'shimcha joyimiz bor ekan, atsekimiz bor ekan. 12 voltli zaryadka. USB-larimiz bittasi Type C, bittasi Type A. Bunisi juda ham yaxshi. Xo'p, bu yoqda bizda bardachogimizni ochishimiz uchun mana knopkani bosishimiz kerak. Mikrolift qo'yilgan ekan. Bu narsa juda ham yaxshi, lekin ichi obshivka qilinmagan. Endi bunaqa segmentdagi mashinalarda bunaqa obshivka bo'lmaydi. Ichi kichkinaligi juda ham katta minus. A4 qog'oz aniq sig'maydi. Bunaqa ko'p narsa ham sig'maydi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ichi juda ham kichkina qilib ishlangan ekan. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, bizda katta panoramali tom, lekin ochilmaydi. Uni faqatgina pardasini boshqarishingiz mumkin bu yoqda. Mana shu Leapmotor avtomobillarda men tushunmaydigan jihatim, nimaga avarinkani tepaga joylashtirishadi. Ketyapsiz, qanaqadir srochniy vaziyat bo'lib qolgan paytingiz qidirib yurasiz tepadan mamdoq qilib. Mana shu jihati. Endi to'g'ri, qanchadir vaqt haydagandan keyin ko'nikish hosil qilish mumkin, lekin baribir noqulay. Va undan tashqari yana bitta bu avtomobilda sezgan minusi, mana bu orqani ko'rish ko'zgusi mexanik tarzda amalga oshirilar ekan. Den-noch mexanik tarzda. O'rindiqlari keladigan bo'lsak, o'rindiqlari juda ham qulay. Men o'tirdim, hozir men bokovoy podдержкалari o'tirishi, yumshoqligi menga juda ham yoqdi. To'g'ri, bokovoy podдержкалari ham sport avtomobillaridek juda ham quchoqlab olmaydi, lekin shahar ichida yurish uchun bu avtomobilning dinamikasidan kelib chiqadigan bo'lsa, yaxshi. O'zingizni juda ham komfortli his qilasiz. Bu avtomobilda menga eshiklarni yopib ochish juda ham yoqdi. Juda ham zo'r qilingan ekan. Xo'p, oldindagi o'rindiqni o'zim bo'yimga moslab nastroyka qilib olganman. Joyi qaranglar. Kattaligini qaranglar, bu joyi vobshe keng qilingan ekan. Mashinaning o'zini agar klassi bo'yicha agar solishtiradigan bo'lsak, menimcha eng kattalardan bittasi bu. Juda ham katta. Mana bemalol tomda ham bemalol, mana men hozir bu 1.78 bo'ladigan bo'lsam, menimcha 2 metrli odam ham bemalol bu yoqda qiynalmasdan joylashib olsa kerak. Podlokotligimiz bor. Buni demak orqadagi odamlar foydalanishi uchun bu yoqda ikkita podstakanik, bu yoqda kattaroq baklashka yoki kattaroq narsani qo'yish uchun xizmat qiladi. Xo'p, orqa sideniyada o'tirganlarga havoni berish teshiklari mana bunaqa mexanik tarzda amalga oshirilgan. Pastda bo'lsa ikkita USB porti, bittasi Type A, bittasi Type C porti bilan jihozlangan ekan. BYD so'nggi saloniga o'tirganimizda birinchi hissiyot nima bo'ladi? Bu avtomobilda qulaylik Leapmotor Sionga nisbatan ko'proq va yaxshiroq o'ylanganini men birinchi guvohi bo'ldim. Birinchi navbatda nima? Misol uchun oladigan bo'lsak, mana rul tizimini oladigan bo'lsak, rulda ishlatilgan mana knopkalar. Bu yerda ko'proq funksiyani bajarish uchun ko'proq imkoniyatlar berilgan mana bu knopkalarda. Haydashga qulayroq. Ushlash ikkalasida bir xil, lekin yumshoqligi, ko'jani yumshoqligi Leapmotorda yaxshiroq edi. Xo'p, Passatkani oladigan bo'lsak, Passatkada nima deya olaman? Passatkada bokovoy podдержкалар to'g'ri tepada yaxshiroq ekan, lekin pastda bokovoy podдержкасы uncha emas va sideniyani o'zi umumiy eniga kichkinaroq ekan. Shunga ham o'tirganingizda komfort jihatdan Sionda komfortliroq mana bu sideniyada o'tirish. Va Passatka umumiy joylashuvi men hozir o'zim xohlagandek joylashtirishim uchun ozgina sideniyani tushirishga to'g'ri keladi, lekin iloji yo'q ekan. Yana bir 2 sm, 3 sm ga. Torpedani oladigan bo'lsak, usti mana bunaqa strochkali qilib, qanaqadir fakturniy qilib ishlangan ekan. Haydovchi uchun ekran va umumiy ekran
ikkalasi ham lip motornikidan kattaroq. Bundan tashqari bu mashinada endi umuman ishlatilmaydigan funksiya deyman, aylanadigan ekran bor. Endi kim uchundir balki foydali bo'lib qolar. Havo chiqaradigan deflektorlari bu yoqda o'sha fizический qilib ishlangan. Demak, ishlatish uchun, praktikalash uchun BYD da yaxshiroq, lekin dizayn jihatdan lip motorda yaxshiroq qilib ishlangan mana shu deflektorlar. Undan tashqari bu avtomobilimizda atmosferniy podsvetka bor. Mana bu eshik kartlarida va mana bu qismlarda yonib turadigan podsvetka. U lip motorda ham bor edi, faqat yorug' payti bo'lgani uchun ko'rinmadi. Podsvetka ikkalasida ham bor. Xo'p, undan tashqari bu avtomobilimizda o'rta konsolda mana bu yoqda ikkita besprovодной zaryadkaga joy qilingan chi standartida. Lip motorda bo'lsa bir dona edi. O'rtadagi konsoli скорость переключения o'rtadagi konsolda amalga oshiriladi va knopkalar orqali qo'shimcha imkoniyatlarni bajarsa bo'ladi. Bu jihatlari men aniq ayta olaman, lip motordan ustun. Lip motorda mana shunaqa qo'shimcha fizический knopkalar yo'qligi hisobiga juda ko'p holatlarda noqulay bo'ladi. Sababi oddiy misol uchun kerakli bo'ladigan oynani tez eritish funksiyasini ham menyudan qidirasiz. Klimat kontrolni ham menyudan qidirasiz, rejimlarni ham menyudan qidirasiz, ovozni past-baland qilish ham yo rul orqali yoki menyudan. Bu narsalar noqulaylik tug'diradi va undan tashqari mashinada avarinka knopkasi ham mana shu qo'lni turadigan joyda mana shu ostida joylashgan. Praktikalik jihatdan bu mashinani men salonini ustun deb hisobladim. Dizayn jihatdan to'g'ri lip motorniki ustunroq, lekin praktikalik jihatdan bagatiy ko'rinish jihatdan bu mashinada anchagina ustun. Xo'p, tepalarda ko'rayotgan bo'lsanglar, panoramniy tom, to'g'ri, panoramniy tom nisbatan kichkinaroq, lekin ishlaydigan, ochiladigan qilib ishlangan. Ochib qo'yib, vent rejimida, xohlagan rejimingizda qo'yib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Achechniklarimiz bor ekan, lip motorda achechnikimiz yo'q edi. Bu yana bitta plyus va undan tashqari mana bu orqani kuzatish ko'zgusi bu avtomobilimizda elektron tarzda amalga oshirilgan ekan. Umumiy ishlatilgan materiallar yana bir marta aytadigan bo'lsam, chiroyli, mana strochkalar bilan qilingan, mana bunaqa oranjoviy strochkalar bilan приятный ranglarda juda ham chiroyli qilib dizaynerskiy qilib ishlangan, lekin foydalanish jihatdan men Sionnikini sidinyalarni komfortliroq deb hisobladim. Oldidagi sidinya uzun bo'yimga moslashtirilgan. Kattaligi jihatdan oladigan bo'lsak, bu lip motor Sion sal kattaroq ekan, orqa sidinyada joy, patologdagi qoladigan joy ham lip motorda sal kattaroq. Bunda kamroq joy qoldi. Demak, kenglik jihatdan Sion kengroq. O'tirganda komfortda, demak, podstakanliklar qo'limiz ostida, bu yoqga cho'zilib, bu yoqdagi podstakanlik ishlatib o'tirmaysiz. Qo'l ostingizda mana podstakanliklar. Xo'p, 3 ta podголовник va havo orqadagi passajirlarga havo chiqarish teshiklari va bu yoqda ham ikkita USB portlari bor, Type C va Type A. Bu yerda mana qo'shimcha yana joy qo'yishim uchun joy bor ekan. Xo'p, endi bagajga keladigan bo'lsak, yana o'sha gap, funksional jihatdan BYD ustunlik qilyapti. Mana birinchi misoli. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda ham elektrический zakritya bor, unda ham bor, faqat BYD da qo'shimcha yana funksiya bor. Shu holatida mashinaning eshiklarini qulflash imkoniyatingiz bor. Misol uchun siz keldingiz mashinada, yuklarni oldingizda, mashinani ham bagajni yopib, ham eshiklarni qulflab ketsangiz bo'ladi. Qo'shimcha alohida qulflash shart emas. Bu mashinada bagajni yopgandan keyin eshigini alohida qulflashingiz kerak. Bu birinchi BYD ustunligi, ikkinchi ustunligi. Ichini kattaligi, men to'g'risi umumiy vizual qaraganimda почти bir xil ko'rindi. Kattaligida nima emas, lekin mana bu yoqda shtorkasi nimagadir bu avtomobilda lip motorda yo'q ekan, lekin BYD da bor shtorka. Bu qo'shimcha plyus. Sub ikkalasida ham subwoofer sistemalari bor. Xo'p, ishlatilgan mana materiallarni agar solishtiradigan bo'lsak, bu avtomobilimizda BYD da nisbatan yumshoqroq material ishlatilgan, lekin bitta minus tarafi BYD da mana yon taraflari material emas, plastmassa qattiq. Bu avtomobilimizda yonlari bilan qilingan ekan, shunaqa gilamli material. Xo'p, mashinada birinchi hozir BYD Song Plus'da hozir harakatga keldik. Bitta haydab ko'rib fikr qilamiz. Xo'p, bu avtomobilda birinchi gapirishim kerak bo'lgan narsa rul tizimi. Juda ham yengil, juda ham nima, shahar ichiga to'g'ri zo'r maza qilib, hech narsa og'irlik sezmay haydashga, lekin juda ham to'poy. Hozir komfort rejimidaman. O'sha his qilasiz, g'ildirak bilan rul ulanmagan bir-biriga. Shunaqa chuvство. Endi elektrический assistenti bor rullarda shunaqa bo'ladi. Gidravlika emas baribir.
Bu yo'llar o'zi unaqa nima yamali yo'llar emas, tekis yo'llar. Shunda ham endi harakat qilaman qanchalik mashina komfortliligini aniqlashga. Yumshoq, довольно yumshoq mashina yuribdi. Mashinani avtopiloti yoqilgan turibdi. Ana xavfsizlik tizimlari yoqilgan turibdi. Shu uchun misol palasada ketayotganimda, palasani ustiga chiqmoqchi bo'lsam, palasani bosmoqchi bo'lsam, rulga vibratsiya beryapti. Rulga vibratsiya beradi. Hamma tizimlarni sportga qo'ydik. Bosib ko'rsak bo'ladi. Ketdik, mana bosib ko'ramiz. ACC Dictive. Mashinada balans. Mana shu BYD avtomobillarni men ko'p haydadim. Chazorda ham, bunda ham. Men bitta tushunmaydigan narsam kalibrovkasi. Bular kalibrovkani ataylab shunaqa qilishganmikin yo nimamikin yo men haydolmayapmanmi? Nimaga men tezlashganda, reski tezlashganda mashina o'ngga chapga olib qochib ketadi? To'g'ri, torque steering degan narsa bor. Ya'ni katta nimada kurchash momenti kelganda g'ildirak o'ngga chapga tashlashi bor. Bu передний приводный mashinalarda bo'ladi bu narsa. Lekin shuni ham kalibrovka qilsa bo'ladi-yu. Mashinani yo'lda o'zini ushlash yaxshi emas. Yerga prijimat qilmaydi, yerga bosilmaydi-da. Shuning uchun katta tezlikda ozgina manevr qilaman desangiz ham mashina bu yoqdan o'ngdan chapga tashab ketyapti. O'ngdan chapga tashyapti. Mana shu narsa upravlani BYDda yaxshi, yumshoq, yamalada yumshoq boshqa, lekin mana shu upravlayimizda mana shu tarafi meni sal Sionda birinchi впечатление, birinchi farqi hozir his qilganim, o'tirish Passatga ancha удобный, ancha zo'r, qulay. Bu bir, ikkinchi narsa, bu endi BYDdan ustunlik tarafi, lekin kamchilik tarafi sistema Xitoy tilida. Hozir menyusini ochdim, nastroykasini, sport, boshqa rejimlarni ko'rish uchun umuman tushunib bo'lmaydi. Hozir keyin telefonda translatorni ochib, tarjima qiladiganini ochib ko'rdim. Hozir demak, mana shu birinchisi mana bu komfort, bu sport ekan. Bu personalniy nastroyka. Hozir men komfort rejimda yuryapman. Rulini alohida nastroykasini men topolmadim. Demak, menimcha rulida alohida nastroyka yo'q. Xuddi BYDga o'xshab, BYDda ham rul, ham tormoz alohida nastroykasi bor edi, bunda yo'q. Bunda umumiy. Men aniq ayta olaman, BYDga nisbatan ancha zo'r. O'zini yo'lga bosib yurishi. Mana hozir men sizlarga misol uchun sport rejimga qo'yib ko'ramiz. Qani torque steering bo'ladimi? To'g'ri, bu mashinada orqa privod, torque steering bo'lishi praktichески kerak emas, ko'ramiz mana. Mana. Rulni qo'yib yuborib kerak bo'lsa bosaman, hech qanaqa rul o'ngga chapga otmayapti mana. Bu yoqda hech qaysi brendga, hech qaysi brend tarafga men yon bosmayman. Haqiqiy, haqqoniy o'zimni haydagan hissiyotim. Uni o'zinglar ham любой payt, istalgan payt dilerlik markaziga borib, mashinani test drive olib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Agar bitta mana shu joyda o'rtada bitta hotkilar, qo'shimcha fizический knopkalar bo'lganda edi, asosiy kerakli narsalarga, misol uchun cruise kontrolga, klimat kontrolga, misol avariyaning knopkasini qo'ysa bo'lardi. Sport rejimlarni hammasini masjidga terganda mashina salonda deyarli muammo qolmas edi. To'g'ri, ba'zi ichida ishlatilgan materiallarda muammo bo'lishi mumkin, ba'zi bir bu yoqda stoykalardagi plastmassalarda. Lekin umumiy narxidan kelib chiqib, mashinani o'zi pozitsiyasidan kelib chiqib, juda ham zo'r. Mana sport rejimda bosyapman. Hech qatga mashina qochmayapti. Ходовой adreskasi yumshoqligi, men o'ylaymanki BYDdan bu yumshoqroq. BYDdan ham yumshoqlik tuyulyapti. Yana bitta narsani hisobga olish kerak. Bu yoqda 20 diska turibdi. Bu yoqda 19 edi. Agar bunga 19 yo 18 qo'ysa, vobshe menimcha yumshoq bo'ladi. 60 tezlikda mana katta pоворот ekronni. Oqib ketayotgani yo'q, mana kapot urovini yo'lga nisbatan ko'ringlar. Oqib ketayotgani ham yo'q. Demak, ikkalasini haydab ko'rdik. Endi bu ikkalama avtomobilni yonma-yon qo'yib, ikkita test o'tkazamiz. Ko'rdinglar, taxminan 30-40 sm oldini to'xtadi. Yarim korpusdayman. Demak, nima deyishimiz mumkin? Lip motorli tormozi BYDnikidan ustunroq.
Mana rovna hozir biz mana rovna qo'zg'aldik. Baravar ketdi. Bu yoqda hech qanaqa reaksiya rol o'ynamaydi. Bizanigini ko'rdinglar. Taxminan yarim korpuscha oldinda ketdik biz. Men o'ylaymanki, qo'zg'alishi bu tezroq qo'zg'aldi, lekin u yoqqa ketishi menimcha baravar. Nima deymiz? Yana lip motorga ustunlik. Xo'p, azizlar, mana bizani uzundan uzoq bo'lgan blogimiz oxiri nihoyasiga yetmoqda. Bizani bugungi blogimizni tashkil qilishda, bu avtomobillarni bizga taqdim etgan, bu avtomobillarni biza xohlagan sharoitda taqdim eta olgan Mega Motors dilerlik markaziga rahmat deb o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Fikringlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi bloglarda yana nima qanaqa shunaqa sravneniyalar qilishimiz kerak bo'lsa, fikringlarni qoldiringlar. Rahmat hammaga.